Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga Samarqandga avtosalondan polni mashinalar to'g'risida, narxlari to'g'risida, to'lov turlari to'g'risida butkul to'liq ma'lumot berishga qaror qildik. Har kuni bitta video olib shu kanalga joylaymiz. Aktiv bo'lib turasizlar, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Like knopkasini bosib qo'ying. Kuzatuvchilar, eslatib o'taman, biz har doim rasmiy bo'lgan gaplarni gapiramiz, yolg'on qo'shmaymiz. Shuning uchun doimizni kuzatib boring, aldanib qolmaslik uchun ham butun O'zbekiston bo'ylab Kia avtosalonlari bir xil strukturada ishlaydi. Foizlari bir xil bo'ladi, skidkalari, rassrochkalari muddati bir xil bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab bir xil bo'ladi. Men tavsiyam, qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni viloyatingizdagi rasmiy avtosalonga kirib, to'liq ma'lumot olishni taklif qilgan bo'lardim, aldanib qolmaslik uchun. Ko'pchilik uzoqdagi avtosalonlarga borib, qo'shni viloyatdagi avtosalonlarga borib, savdo bo'lib qolganlarini ko'p kuzatganmiz, guvohi bo'lgan. O'zini sifati bilan mashhur bo'lgan Kia Cerato'dan boshlaymiz. Kia Cerato hozirgi mavjud bo'lgan 5 ta pozitsiyasidan 317 milliondan boshlanadi, 399 milliongacha. Buni naqd yoki avtokreditga oladigan bo'lsangiz, 10% skidkasi mavjud. Agar rassrochkaga, nasiya savdoga oladigan bo'lsangiz, boshiga 30% ni berib, qolgan qismini 20 oyga, 40% ni berib, qolgan qismini 24 oyga, 50% ni berib, qolganini 30 oyga, 55% ni berib, qolganini 3 yilga bo'lib to'lasa bo'ladi, foizsiz. Xo'p, endi Kia K5 yangilangan K5 modelimizga o'tamiz. Bu mashinamizda 8 ta pozitsiya bo'lib, boshidagi 2 ta pozitsiyasi va eng oxirgi pozitsiyasidan boshqa qolganlariga naqd savdoga 10% skidkasi bor. Halol bo'lib to'lash, rassrochka, nasiya savdosi ham bor. Boshiga 60% ni bersangiz, qolganini 2 yilga bo'lib to'lasa bo'ladi. Boshiga 30% ni beradigan bo'lsangiz, qolgan qismini 12 oyga, 50% ni bersangiz, qolganini 20 oyga nasiya savdoga foizsiz bo'lib to'lasa bo'ladi. Bu mashinalarimiz 2025. Bunda 23-yil ishlab chiqarilgan modellarimiz ham bor. U modellarimizga esa 36 oygacha rassrochkalari mavjud. Ularda 12% skidkasi ham bor. Ko'chada yurganda salyutni ko'rinadigan Sportage modelimiz bo'yicha gaplashamiz. Sportage modelimizda boshidagi 3 ta pozitsiyada Lux, Style, Light, FWD va Premium Light komplektatsiyalarida rassrochkalari va skidkalari mavjud. Boshidagi Lux pozitsiyasida 12%, Style Light FWD pozitsiyasida esa yana 12%, Premium pozitsiyasida 10% skidkalari mavjud. Buni rassrochkasiga keladigan bo'lsak, boshiga 30% berib, 12 oyga, 50% ni berib, qolganini 20 oyga, 60% berib, qolganini 24 oyga bo'lib to'lasa bo'ladi, foiz. Kia Sorento modelimiz o'zini salyutni ko'rinishi bilan hammaga qiziq. Buni boshlang'ich to'lovini 30% boshlang'ich to'lov bilan 12 oygacha rassrochkaga olsa bo'ladi. 40% 50% ni bersangiz, qolganini 20 oyga, 60% ni bersangiz, qolganini 24 oyga, 2 yilga nasiya savdoga chiqadi. Agar boshidagi 2 ta pozitsiyasini naqd oladigan bo'lsangiz, 7,5% skidkasi, oxirgi 2 ta pozitsiyasini naqd oladigan bo'lsangiz, bunga esa 5% skidkasi mavjud.